Boring, chiqing. Sen meni o'zim uyimdan haydayapsanmi? Nima qilay, taksikozmanda sizni umuman ko'rgim kelmayapti. Palak etay. Dam olishgina ham taksikoz bo'ladimi? Ket. Assalomu alaykum. Xotiningizga telefon qilib, "Men seni yaxshi ko'raman" deb ayta olasizmi? G'alati-yu. Agar aytsangiz sovg'amiz bor. G'alati-yu aytmasam. Alo, nimaga telefon qilyapsiz? Men sizni ovozingizni ham eshitgim kelmayapti. Adashib tushdim shekilli. Tushunarli. Demak, ko'nglingiz aynyapti. Qayt qilgim kelyapti, lekin bo'lmayapti. Demak, nimadandir jirkanishingiz kerak. Men sizga yordam beraman. Manqay. Tualet. Bo'lmayapti-yu. Guli ketdingmi? Voy qizim, ne sovda turibsiz? Ichkari kirmasdan. Mana buni tez kiyib oling. Issiqqina. Rahmat oyijon. Erizniki. Nima uchun siz bolamiz uchun iltimos ko'zimga umuman ko'rinmang. Hali shunaqami? Dada nima qilganini ko'rdingizmi? Ko'rdim. Men xotiningga xafa qilyapsan. Dada siz noto'g'ri tushunyapsiz. Kir ichkariga. Oldidan bir qadam ham qimirlama. Suropingga sani. Jonga tegding. Yana oyimga taksikoz bo'ldingmi? Atay qilmayapman-ku. Xo'p, bu safar nima? Oyjonni ishlatgim kelyapti. Tushunmadim. Bolamiz uchun-ku. Oyjon, magazinga chiqib keling. Nima? Nima dedingiz, kelin? Oyi, jahlingiz chiqmasin, keliniz taksikoz bo'pti. Sizni ishlatgisi kelayotgan ekan. Yo'q, shunaqami? Ona xafa bo'lmaysiz, to'g'rimi? Nevaringiz shunda bu. Mana. Spiskadagilarim yarimi yo'q-ku. Nima bola? Yo'lda yeb keldingizmi? Esimdan chiqib qopti. Katta xotin, esingiz qayerda edi? Esarmisiz nima bola? Yo'q. Dadasi, yana taksikoz. Mazza qilib pul ishlashim kelyapti. Xayriyat, boshqa narsaga taksikoz bo'lsa ham bo'lar ekan-u. Sizniki emas, Oyjonni pensiyalarini. Insofing bormi? Bo'lar shu. Mana emas, bola talab qilyapti. Keling, men bundan ham bering. Kelin bo'ldi, pul qolmadi. Oyjon, yoshlab qarab ko'ring, balki chiqib qolar. Sen vafsho o'zingdan ketding lekin. Ay, boshladi shekilli. Bo'pti. Nara qarab tur. Ko'pda o'ynayim kelyapti. Voy, nima ekandim men bor o'ynayver. Oyi, Ya, ikkalang ham indamasa ochib yubordilar.